ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtsadıza gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağ iken, ondaqda cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demekdir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Bugünkü maxsus alohida bir suhbat programı o'rlashtirdik qadrli qarindoshlar. Suhbatimizningki mavzusi bo'lsa, yaqinda vatanimizda yaqinqi oxirgi oylarda chiqqan aqdan chiqqan kunman voqeasi bo'lsin, mayli Urumchidagi poyezd vokzal voqeasi bo'lsin, oxirgi 22 may Urumchi Atiganlik bozordagi jihodiy harakatlar bo'lsin. Bu harakatlardan keyin Xitoy nihoyatda rezillik bilan hech qachon burunma qilib kelayotgan edi, ammo bu oxirgi mezgillarda butun bir o'chum olimlarini, ya'ni o'zi tarbiyalab chiqqan mollalarni ish qilish bilan xalqimizni qaymoqtirish, xalqimizda diniy jihatdan bu elib berilayotgan ishlarning butunlay qonunsiz, butunlay dinimizga zid bo'lgan, xilof bo'lgan jinoyat harakati ekanligini xalqimizga singdirish uchun rezil shaklda nihoyat qattiq tashviqot hujumi elib bormoqda. Biz bularninki Xitoyning bu bir o'chum mollalarninki elib berayotgan, so'zlayotgan, xalqimizni qaymoqtirish uchun dinni burmulab so'zlayotgan bu harakatlarning qilmishlarining hammasining xato ekanligini diniy jihatdan hurmatli olimlarimizni studiyamizga taklif qilib, bugun mushu suhbat o'tkazamiz inshaalloh. Bugungi suhbatimizga qimmatli vaqtni chiqarib kelib bergan hurmatli ustozimiz Abdulakimxon Maqsumajim ve hürmetli ustazımız Abdülkerim Kuchar ustazlarımızı kızgın keppegal için kızgın karşılarımız hoş geldin sözünü başlayalım inşallah. Hürmetli televizyon görüşler, biz söhbetine başlaştığım burun abayımı dep ötkendek herkesmi yukarıda tövende körüp ötüdüğün kısa bir film var. Bu filmde elbette ulanın sözlügen sözlerinin hemmesini vakit itibarı bilen eliş imkaniyeti bulmadı. Şu an biraz kıskartıp aldık. Bunu bir körüp ötümüz. Aldı bilen ben bu katımki şu 5. İslam ayının 5. günü ötküzüldü. Bu Urumchidagi İslam İnstitutu'da 70 netçe şu Xitoyningki vatanimizdagi har qaysi masjidlarda, har qaysi yerlarda xizmat qilayotgan atalmış dini imam xatib bularni yig'ib g'azat tashviqoti, ya'ni jihad qilib, g'azat qilib o'lib shahid bo'lganlarning jannatga kiradigan safsatisiga kuchli raddiya berdi degan shaklda raddiya beramiz deb bu bir yig'in ochdi. Bu yig'inda har qatim biz ilgariki programmalarimizni Xitoyga tamoman setilib ketgan, özünün dinini, emmenasını kiçikkina bir dünya hayatı için satkan Abduraqib Tümür riyasetçilik kıldı bu yığınga. Bu elbette yana her qatim kadar şu Xitoyga buluşup zo'ravon terrorchi onu qildi, bunu qildi deb, yani her qatim her daim İslam'ı belirlediğin şekilde, ularni qarlagan şekilde İslam dinimizdeki uçuk ayetlerini burmalagan şekilde söz kılıp sözünü başladı ve başka şu qatnaşkan kişilerge söz bergan holatda. Biz aldı bilen bu kısa bir filmni körüp ötümüz alimlerimiz bilen birge. Onun kendinden bularning sözlerine tafsili halette cevap verişke başlayımız. Merhamet, diqqatinglar ekranımız olsun. İslam dinimizdeki o'rta yol tutuş, biz Müslümanların dini turmuşumuzdaki rioya qiladigan prinsiplerden ibaret. İslam dinimiz her qandaq cinayet sebeplerini ve asabilikni to'sidi, cheklaydi. Çünkü o insanlarni halokatga ilib boradi. İslam dinimiz ziminde eski işlerini qilganlarga jazoni bekitdi. Çünkü ularning eskiligi begunoh kishilarni qo'rqitib, ularga ziyonkashlik qildi. Öz milletinin şa'niga dog' tekkizdi. Dünyada yaman ishni qiluvchilar bir yomonlikni qilsa
qilgan yomonlikqa o'xshash, ya'ni shundoqla shuning o'xshash loyiqida cho'ng jazo uchraydi degan. Ko'rinib turibdiki, shu zo'ravonlik harakatlarini sodir qilg'ichi terrorchi unsurlar Allah Tebarek ve Teala'nın rahmetiga erishelmayli qolmasdan belki dozaq azabıga duchor bo'ladi. Allah Teala buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Hem barliq chekini aşkan qilmishlarni cheklaydi. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunda aytadi. Günahkarlar hakikaten gumrohlikdadir. Ahirette dozaqdadir. Ular dozaqqa dum yotqizib so'yildigan kunda ularni dozaqning azobini tatinglar deyildi. Ko'rinib turibdiki, zaminda yomon ish qilg'uvchilar, begona kishilarni o'ldirganlarni Alloh taolo dozaqqa kirgizdi. Ham dozaqning qattiq qaqshatqis azobini tatdi. Muhammed İsmail Xorazmni so'ziga taklif qilaylik. Hürmetlik İmam Ahunum ve cemaatler. Köpçülük məlum 5. ayının 22. günü səhərdə Ürümçi şəhri Saybaq rayonu Bağçı Şimali koçusida ağır zoravan terörlük vakası yüz berib 39 adam ölüp 94 adamның yaralanışıdək ağır vaka sadır bo'lib. İslam dinimiz bundaq zoravanlıq qilmashlarini qattiq cheklaydi. Her millet Müslümandır mı? Katli karıştırdı. İslam dinimiz tinçlikni teşebbüs kıladigan din. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaqdaydı. Ey müminler, şeytanның yollarına ve igvasıga ergeşmanglar. Şeytan sizlerge hakikaten aşkarı düşmandır. Yukarıki ayet Müslümanlarını tinçlikni söýüşke, tinçlikka intilişke, amaliy hareketi bilen tinchlikni qo'g'dishiga, barliq zo'ravon terrorlik harakatlariga qarshi turishga ogohlantirdi. Alloh taolo Qur'on Karimda vaqtimda deydi, ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Ashundaq yaman ish qilganlar qarta Allah Teala Qur'on Karimda texmi uch qilib munda deydi. Yaman ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlandi. Sizlar faqat boshqalarning hayotiga xotirjamlik elib berishning o'rnida ularga rahimsizlarcha muomala qilib, nohaq o'ltirish, o'zini vayron qilib o'ltirish hargizmi bir musulmon kishining qiladigan ish emas. Begunoh odamni nohaq o'ltirish İslam dinideki 7 çoğun günah qatori sanıldı. Qanday bir kishiki odam o'ltirgan bo'lsa, qasddan deydi. O'ltirgan bo'lsa buni o'ltirish. Bu qatinkin ishlanganida Qur'oni Karimning yo'li xilaf. Gunohsiz odam o'ltirish yoki shu jinoyat shakllanmagan odamni o'ltirib, bir odamni o'ltirsa, diyetga tutqanmasligi bor. Shunga bu xatolik bu. Anda xatolik bo'lsa, anda bunday ish bo'lib qolsa, jazo uchraydigan Alloh taoloning oldida har qanday odam xatolik o'tkazsa, Xudoning uning mas'uliyatini qattiq surishtiradi. Qashqar Yangishahar nahiyasidagi diniy zotlar suhbat yig'ini o'tkazish orqali atalmish g'azot yo'lida shahid bo'lganlar jannatga kirdi degan safsatiga radiya berdi. Üç xil kuchlar vasitalamay vəsilaça insan qalbidan chiqib, o't quyosh, partiltish, pichoq asablar bilan odam o'ltirdi. Mana bu bizning islom dinimizga tüptün xilaf. Bularning yatadigan yeri devzaq bilan bo'ladi. İslam dini inoq ittifoqlikni, muqimlikni tashabbus qiladigan dindir. Şuna bu nahaq odam o'tirgan bir uchun terrorchi kuchlar Allohninki qattiq jazosi uchraydi, ularning boradigan joyi do'zax. Qur'on-i Karimda ular do'zaxda mangu qoladi degan hukmlar bor hamda. Ular jannat kelmaydi, do'zax o't bilan azob qildi Alloh taolo. O't ham dunyoda o't eng yomon. Allah o'sha o'tli azoblashni butun insonlarga hayot o'tli azoblashni to'sgan. Lekin do'zaxda qabih ishlari adam o'ltirgan insonlarni do'zax azoblashni, o't bilan azoblashni Alloh Qur'on-i Karimda qutgan buni. Shundan o do'zax mangu azobda qoladi ular. Davlatimizning qonunini ko'zga ilmasa, islom dini aqidatlarimizni ko'zga ilmasa,
bu odamninki dunyodami jazolanganligi, o'lib ketsa, o'lgandan keyinmi Allohning azobiga qattiq duchor bo'lganligini tunib yetdik. Kishilarni yaxshi bo'lgan jannatga chaqirdi. Agar yomon ish qiluvchilar bo'lsa, uningga do'zax bilan ogohlantirish berdi. Bu vaqtda Qur'oni Karimning ta'limoti uchiq bo'lib, islom dini zo'ravonlikqa, terrorlikqa, asabiylikka intayin qarshi turdi. Islom dini yaman qilmishlar, yaman ta'sir ishlar va shunga o'xshaydigan yamanning eng yomoni bo'lgan odam o'ldirish, hayotlikni nobud qilish ishini islomiyat nihoyat harom chaqlaydi. Bu kishilarning hayotiga xavf yetkazishni, bo'libmi terrorlik, zo'ravonlik qilmishiningki, oqibatiningki do'zax ekanligi bilan ochiq Qur'oni Karim xabar berdi. Dinimizda nahaq odam o'ldiringlar degan gap yo'q. Aksincha, kimdir bir nahaq odamni o'ldirdi ekan, o butkul yer shardagi barliq insonlarni o'tgan bo'ladi. Agar bir insonning dunyoda hayot qilishga sababchi bo'lsa yoki qutqazsa, yer shardagi barliq insonlarni qutqazgan bo'ladi. Bu ish islom dinida qat'iy man qilingan ish bo'lganligi jihatidan keng xalq e'tiqodchi ammoning o'zizga mushu ahvolninki intayin rezil ahvol ekanligini xalq tushunib, bizning islom dinidami yashayotgan vatanni süyüş degeni vatan ahlini süyüş degen bo'ldi. Vatan uchun o'zining tirishchanlik harakatini ishga solib, yana ittifoqlik inoqlik uchun qattiq tirishning o'zini ham umid qilaman. Biz bularning mush harakatining o'zini keng e'tiqodchi ammaga yetkazish, so'zlash orqali bularga agishib qolmaslik, keng xalq ammasqa terörcü kuchlarga o'rtaq qarshi turish, bularningki qilayotgan ishi insoniy qalbidan chiqqan narsa ekanligini oyat hadislardan dalil isbotlab, keng xalq ammasini ittifoqlik, inoqlikning o'ziga yuzlanib, hozirgi yangi vaziyatdagi taraqqiyotning o'ziga tez taraqqiy qilish uchun fuqaroning bo'lmaydigan bir sharoitning o'zini yaratishni tavsiya. İslam dini bizlarga oxirat to'g'riliq ko'rsatgan bayonlarida insonga qiyomatda mushu dunyoda qilgan amallariga yarasha muomala qilinadiganligi. Shunglashqa uning qilgan amallari yaxshi bo'lsa, uningga jannat bilan mukofot beriladiganligi. Uning qilgan amallari nachar bo'lsa, uningga do'zax bilan jazo beriladiganligi bayon qilingan. Bizning diniy jihatdami bu terrorlik bizning shariatimizda bu harom qilingan ish, qattiq cheklangan. Chunki nahaq odam o'ldirish gunohi kabira, bu harom. Bunda gunohi kabirani qilgan ishni Alloh kechirmaydi. Bularning o'rni o'zi do'zaxda bo'ladi. Terrorchi unsurlar jannatga tushirmaydi. Bardigan yere do'zax, odam o'ldirish, xalqning mol-mulkini buzish, islom dinimizda 7 cho'ng gunohning birisi haqiqiy musulmonlardan emas. Ularning bu qilmishi ularni do'zaxga boshlab boradi. Do'zaxga boshlab boradi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda nahaq o'ldirganning jinoyatini bütün odamlarni o'ldirgan bilan o'xshash deb cho'ng gunohi kabirlardan sanadi. Cho'nglashqa payg'ambar alayhissalatu vasallamni musulmonning sifatini bayon qilib, musulmon degan o'zining tilidan qulidan boshqalarga ziyon kelmagan bo'lsa, bu haqiqiy musulmon shari'lash orqali men musulmonning sifatini uch o'tirib qo'yib, islom dinida azaldan boshqalarga zo'ravonlik qilish yoki boshqalarning hayotiga xavf yetkazish yoki boshqalarni bo'zaq qilishdek nachar qilmishlarni qattiq raddiya berib so'kkan. Alloh taborak va taolo kalomida nahaq adam o'ldirmagan, nahaq fasıq termagan bir canlı öldürse, bu bütün insanı öldürgendek buludu. Dep, kimi ki bir canlı terildiyse, bu bütün dünyadaki insanları hayat kılgendek buludu. Dep, Allah tabarek ve teala kelamı da bizge bunu emr kıldı. Kısmen kişiler, benim başında adamını öldürsen şehit, sen cennet kişirse, deydiğim bilen, benim başında yok sepeler bilen, ama dini işliğe uğrulu bilip, özü hakiki bu ilimini bilmey,
bilimi bilmey. Haqiqiy Kur'an hükmünün emri fermanı boyunsunmay, ama bunda ahvalatlarını keltirip çıkar. Biz İslam dininin haqiqatini tanışımız gerek. Qalaymiqan adam öldürüş, zo'ravonlik qilish, terrorlik qilish, o't qo'yish, bulanchilik qilish, kishilarning mol-mulkiga behuda zaxm yetkazishdan iborat barliq qilmishlarni islom dini birdek söküdü. Barliq musulmon qarindoshlarimizniki inoq jamiyat qurish uchun bir kishilik tuhfa qo'shishini umid qilaman. Qonunsiz diniy faoliyat zarb berish, yana oldini olish, qatnashganlar zarb bermasa, shahrimizdagi balki viloyatimizdagi muqimlar saqlab bo'lmaydi ekan. Bularni yimilgan kishilarni kim boshqa unsin, uynalg'o, majlinti ishlarining keyni kirib chettal kishilarniki amashta ko'p o'zib ketibdi. Ular qaytib bo'lgan kapishdan xalq jamoatlarga, jamoat ba'zi so'rovlarda diniy qonun faoliyatlarda men mashu yig'inning ro'yini qattiq jamoatga kim kishida tashviq qilib zo'ron terrorchining tushunib kirishini oldini olaman. Ba'zan yosh bolalar asabiylashib ketganlardan hamma vazniki, bularniki dini tushunmaganligi, qonun tushunmaganligi, mush Qur'onni tushunmaganligidan bo'ladi ham ba'zan ishlar bor. Shuningga mushanda ota-onalar yosh bolalarimizga, o'smir bolalarimizga mush e'tiqod bizning milliy ko'z qarashimizdan tushundisa, bular cemiyetimizden bu yolunu tip mağan bulattı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kimki zerre miktarı dünyada naçar günah mesiyet kılırken onun cezasını şu bilinç tatıdı. Qattiq g'azablanamiz bu terrorchi zo'ravonlarga. Allah cheklagan cho'ng gunoh bu. Ularni jazolash kerak. Zo'ravon terrorchi unsurlar din bayrog'ini ko'tarib olib, zo'ravon terrorlik harakati olib bordi. Ularning bu asabiy zo'ravon qilmishiga biz cho'qim qat'iy qarash turmas. Ularni saqlab turg'ini jannat bo'lmasdan, balki do'zaxdir. Beguna qanday kun bo'lsin o'tsa, o'zi do'zax o'zi nisbat bo'ladi. Adamdan o'tsa, ikki dunyoda jazosi o'tganimda desa. Har bir anda jannat chiqsa shu Allohning do'zax sababini o'zida. Zo'ravon terrorchilar cho'qim jazoga tortildi. Ular herkesin cennetki kelmeydi. Aksice ağızlıklarga ziyonkashlik qildi. Ular Müslüman buluşqa layıqmi emas. Do'zax ularga qanday bir odam jannatga kirib do'zaxdan yiroq bo'lay desa, boshqalarning o'ziga qanday muomala qilishini orzu qilsa, o'zimi kishilarga shunday muomala qilsin degan bir hadisi bor. Anda bo'lganki biz boshqalardan o'zimizga yaxshilikni orzu qilgan ekanmiz, bizmi boshqalarga yaxshilik qilishimiz kerak. Musulmon degan qanday odam degan vaqtida boshqalar mushu odamning mayli og'zaki bo'lsin, mayli amaliy ish harakatida bo'lsin, yetkazadigan aziyatdan boshqalar xotirjam bo'la olsa, biz ondan bu odamni musulmon deymiz degan hadismi bor. Türlük çoğun günah var deb kelib, bunun birisi şu qasdan adam öldürüş deb, şununla qalğandı bularniki qilgan işi Qur'on-ı Kerim, hadis Rasulullah qilib. Bularniki munda beguna xalq ammasini munda öldürüş bu İslam dini qilib. Asabiy ideyadagilar islom dinining aqidalarini hadab burmalamoqda. Ularning qo'llangan vositasi intayin qabiy. Misol olsak, ular g'azot qilamiz deganni bahona qilib begunoh ommani o'ldirdi. Ularchi bo'lsa, begunoh ommani o'ldirsa g'azot qilgan bo'lib jannatga kirarmish. Amaliyotda islom dinida hech qachon bunday ideya tashabbus qilinmaydi. Islom dinida musulmonlar dushmanning tajovuzga uchraganda qarshilik ko'rsatsa bo'ladi. Qarshilik ko'rsatish davomida shahid bo'lgan musulmonlar jannatga kiradi deyilgan. G'azot degan so'zning ma'nosi muqaddas jang degan gap. U tajovuzchi dushman bilan qilingan jangni ko'rsatadi. Begunoh ommaning joniga zomin bo'lish deganlik emas. Ular bu so'zning ma'nosini butunlay burmaladi. Dindan iborat to'ng'i o'rni bilib, kishilarni qaymoqtirib, o'zlarining maqsadiga yetishga urinyotdi. G'azot qilib shahid bo'lganlar jannatga degan safsata tupkiltizning xato. Bunda qilganlar o'ziga bir kishilik yomon yo'ldan o'rin tutib qo'ysa bo'ldi. Bir turkum terrorchilarning keng xalq ommasini jonlariga, mollariga ziyon keltirib kelmoqda. Bu islom dinida bu cheklangan qattiq ish. Bundan keyin siyosiy bilimlarni, diniy bilimlarni yaxshi o'rganib, keng xalq ommasini yaxshi yo'lga yetaklashiga tirishimiz. Bu begona odamlarni o'ltirish, ya'ni ig'ir gunoh hisoblanib jazoldi. Alloh subhanahu va taolo qattiq jazolaydi. Bundaq begunoh ommani o'ldirganlar mangu jannatga kirolmaydi.
Diniy zotlar dinni e'tiqod qiladigan ommaga haqiqiy ahvolni tashviq qilib, millatlar ittifoqligi va jamiyat muqimligini ongli qo'g'dish kerak. Biz maydonimiz mustahkam bo'lgan holatda vatanparvar diniy zotlarimiz hammamiz bir niyat, bir maqsadda shu terrorchi zo'ravon kuchlarga qarshi turib shularning tubdan o'zgarishiga va tugishiga, yo'qishiga bunday xizmat qilib, yaxshi ideviy pokizlashni yapamiz. Islom dini asabiylik, zo'ravonlikqa qarshi turadigan mushuna din. Barliq qarindoshlarniki o'zining rolini joriy qildirib, yurtimizning texnik go'zal, texnik xotirjam, texnik ittifoq inoq bo'lib, baxtiyor turmush kechirish yo'lini tanlashni umid qilaman. Vatanda iniq nimasi bo'lgan chaqda biz fuqarolarningki maqsadi bu. Biz dinniy zotlar, dinniy asabiy kuchlarga qattiq qarshi turibmiz. Xabar topgandan keyin bundan intayin g'azablandik. Bu bir qism terrorchi, bir qitimliq buzg'unchilik harakati. Bu hargizmi bir dinga chetildigan yoki millatning ishi emas. Biz bularga o'rtaq birda qarshi turamiz. Biz bu qatimgi yig'in kelish jarayonida bu vaqa yuz berdi. Bizniki taraqqiyotimiz, tinchligimizga buzg'unchilik qilishiga hargiz yo'l qo'ymasligimiz lozim. Biz jumada 2 juma maxsus mujtamada so'zladik. Do'zax kirdigan, yomon amal qildiganligi, behuda qon to'kadigan, xalqning haqqini oldigan degandek ishlar shug'ullanganlar do'zax kirdiganligini Qur'on Karim hadislarida. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqoridagi film qismlarni ko'rib o'tdinglar. Biz bu ustozlarimizni ko'rib o'tdi. Haqiqatan insonning bir musulmonning haqiqatan yuragidan ziydilaydigan, ichindiradigan bir ahvol hamda bu ko'rib o'tgan narsalarimiz. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bularga shunda insonning degisi keladiki, Sura Baqaradagi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun degan oyat albatta hammasiga digidek tushunamdi bu narsa, bu oyat. Qisqacha ustozlarimiz so'zlab o'tdi bular haqida. Men buni qisqacha ma'nosini so'zlab o'tay. Bular Allah Qur'oni Karim shunday deydiki, sizlar kitobning, ya'ni sizlarga nozil qilingan shu kitobning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga kofir bo'lamsizlar. Ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga kofir bo'lamsizlar. Ya'ni buni inkor qilib, buni e'tirof qilmamsizlar. Sizlarning ichinglardan ana shunday qildiganlarning jazosi nima deb Alloh subhanahu shunday deydi. Sizlarning ichinglardan shu kitobning, sizlarga tushirilgan kitobning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini shunday o'zinglarning havoyi havsi bo'yicha yoki dunyodagi xizmatinglardan ayrilib qolmasligi uchun so'zlab shuna so'zlayotgan, ba'zisini yushirib, burumlab so'zlayotgan shunday qilganlarning jazosi nima? Ularning jazosi bo'lsa, hayoti dunyoda rasvolik, hayoti dunyoda rezillik, rasvolikdan boshqa va qiyomat kuni bo'lsa, ular eng qattiq azobga qaytarildi dedi. Va oyatning oxirida shunday bir tahdid borki Alloh tarafidan va mallohu bighafilin amma ta'malun. Sizlarning qilayotgan ishinglardan Alloh g'afil emasdir. Hargiz bunu bilmeye qalamiki, muhnalar o'tib ketamiki deb qolmanglar deb. Albatta bu so'zlagan atalmış mollalarningki ba'zi so'zlar, ba'zi olimlar biroz qechib ikki bo'sliq so'zlarni qiliqliq, ammo lekin so'zlayotgan so'zi Qur'on va hadisda aytilgan, zikr qilingan to'g'ri so'z bo'lgan taqdirda ham xuddi bularningki shu Xitoyning kamerasini, mikrofonni oldiga kelib qilgan vaqtida va bo'libmi o'sha elib berilgan jihodiy harakatdan keyin buning qanday ko'z qarashing va deb mikrofonni Xitoylar uning og'ziga tutgan vaqtida hadis va narsni dalil keltirib boshqa bir yoqlardan so'zlashga uringan taqdirda ham xuddi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning kalimatu haqqin yuradu biha al-batil deb so'z haq so'z bo'lgan bo'lsa-mu, batilga dastak berayotganligi uchun Xitoyning tajovuzchiligiga yo'lliq deb qarayotganligi va ularning qilgan qilmishlarini, jihodiy harakatlarini xatoga chiqarish uchun misol keltirilib so'zlayotganligi uchun yana bu nima desa o'rniga tushmagan bir so'z bo'lganligi ishimiz. Buni ustozlarimiz inshaalloh buni anglab chiqqandan keyin güzel şekilde cevap qaytarishga ishimiz. Oldi bilan suhbatimizda hurmatli ustozimiz Abdulhakim Xon Muhsimovdan boshlaymiz. Anglab chiqlar Muhsimovga bularning so'zlariga qanday bir javob qaytarish kerak? Qanday bir tushuncha ekanlar buni anglagandan keyin. Auzu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yani biz yukarıda bizden dini zat deb atalgan bir qancha şəxsninki yaqinning mabeynida o'tanda bilavatgan harakatlarga qarta qilgan so'zlarini, ya'ni o'zining tasavvuri ko'ra emas, islom nomidan davatgan so'zlarini bir qur kuzatib chiqdik. Bu insonni haqiqatan eshintirdi. Endi masalan bunu biraz noktalık şekilde merkezleştiriş, aydınlaştırış lazım. Xitay tecavüzçileri bizim ötenge besip kirgenden biri, hususan Xitay komünist tecavüzçileri 49'da bizden ötenge besip kirgenden başlayıp hazır kadar halkımızga her türlü şekilde az emas zulüm, zoravallıkni qilib keldi. Minglаған, yüz minglаған, belki milyonlаған insanların her xillik şekilde öldürüp türlük azaplar bilan qınab keldi. Hala bunu qılıp Hususan yaqinqi 2 yilning mobaynida Xitoy tajovuzchilarining zulmi shu qadar ishib ketdiki, xoligan bir yoshni xoligan yerda xoligan itib o'ltirdigan. Xoligan odamni xoligan tutib ketib, dahshatli uslubda qishlab buni inson tasavvur qilib boqmagan azoblar azoblaydigan. Hatta insanlık bizning Allah yaratgan inegiga chiqqan saqalga egololmaydigan, ushsiz o'zi xoligancha kimki hech kimi egololmaydigan bir xilolat shakllantirdi bular. Bu xoligancha o'ltirish, turmag'i qamash, butun o'zining muqaddas dinni o'g'itishning tamoman chekinishi, bunu cheklab qolmasdan bu o'zining diniy e'tiqodiy shabatqonlarning har turli aziyatlarga duch kelishi. Bulapmı yüzlügen yaşlarının bekarın bekağa, hiç kandak bir ehval görülmegen durup bakağım, xalqançam Xitay tecavüzçiler öldürülüşü. Mana bu qarindoshlarımızın moşaqtı qayta izlenmesek bo'lmaydi ekan. Biz qancha sabr qilib jin turib baqsaqmi, bunun bizi qilib atgan ishi bu zulm kundan kunga yig'irlab ketib boradi. Biz muşulağa karşı hiç kandan iş kılmayıptır, bu kadar eziyet çekevatırız. Ondan görem biz Allah'ın bizden üstümüzdeki perzini ada kılışı hakkında biz hareket kılmasak olmaydı ki. Beka ölüp getkişe biz malum miktar hareket kılıp şeref bile kessek oldukken diyen oy fikirge iddia girişki sebep oldu. Şunun olan birge bir taraftan zulüm bu iddiaga kesiş, ikinci taraftan malum miktardan teşvikatlı. İslam dininden asli oyunu yoğurup tutkan teşvikatlı yaşlığa azıcık uçur vasıtalarının terakki kılışığa geçip yaşlığa İslam dininin hakikatini tanış fırsatı gelişip kaldı. Gerçi ustaz tutup malum medreselerde okup günemez ama her türlü uçur vasıtalar arkalık İslam dininde bekitilgen bazı mühim prensiplerini bugün iş fırsatı oldu. Oğandan keyin bir tarafdan zulümning eg'irlab ketishi, yani bir tarafdan yoshlarning saviyasining ishi, Allah tarafdan o'zining ustiga qanday bir majburiyatning yuklanganligi. Mana buni tanib yetdi. Buni tanib yetgandan keyin mana buning qarta bunda xarzar holatda, beshara holatda gunohsiz tajovuzchining qo'lida o'lib tegib ketgandan ko'ra ma'lum bir ustimizga tushgan farzni ado qilib şeref bilen geçsek oldukken diyen hissiyat geldi. Bana bu aynı vakti bir ilgirleş. Mesela özümüzün üstümüz düşken perzini dağılışımız lazımken diyen mandak düşünceye geldi dedik. İslam'da oyunda bir mecburiyet bağ mı yok mu? Bu noktanı biraz aydınlaştırış lazım oldu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala deydi. Estağfirullah ve ma lekum la tuqatilun fi sabilillah vel mustadafin minel ricali ven nisai vel bildan
اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Bu Kur'an-ı Kerim'de 1400 yılın mabeyinde teşebbüs kılınıp kelivatkan mühim bir ayetlerinin var. Afsus ki muş ayetin mezmunu bizim vatanımızdan keng halk ammaga, hususan yaşlığa aynen şekilde yetkizilmek geldi o şu vakit kadar. Yetkizilmek gelgen bolsamım yakın zamanın mabeyinde uçur basitliğinin terakki kılışığa geçip yüztürkim yaşlan muşkıl türdeki ayetlerinin mezmununun haberdar olup kaldı. Biz ayetin tercümesi mezmununu kısaca dep ötümüz ayet Allah Teala dedi bu ayet Sure Nisa'nın ki 75. ayeti. Sure Nisa'nın 75. ayeti. Bu 75. ayet kiriştin burumuz 74. ayetten başlayıp 74 75. iki ayetin mezmununa kısaca muhakeme etmemiz. 74. ayette Allah Teala dedi: "Fel yuqatil fi sabilillah ellezine yeşrunel hayated dunya bil ahire ve men yuqatil fi sabilillah feyuqtal ev yaglib fesevfe nu'tihi ecren azima." Bu ayetin devamında "Ve ma lekum la tuqatilun fi sabilillah" diye devamlaştırdı. Biz muş iki ayetin tercümesi ve kısaca mezmununu oturup koyuş arkalık Müslümanların asas kanunun Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların mecburiyetinin kandak bektilgeldi ki her bir Müslümanın ne mecburiyetinin başkeldi ki bunu oturup koyuş doğru gidelim. Ayet Allah dedim. Dünya hayatını ahiretin bedelige setlanmakçı olan dünyadan geçip ahiretteki menguluk nimet olan cennetine kolu keltirmekçi olan kişiler Allah yolduruş kılış lazım dedi. Demek gazat katlanış lazım demekçi. Ayetinin ikinci cümlesi dedi Allah'ım. Kim ki Allah'a yolduruş kılıdiken Allah'ın rızalığı için, Allah'ın dinini alıkırış, Allah'ın bendilerini zulümünü kutkuş için uğraş kılıdiken o meyleş uğraş kılış cereyanı da öldürülüp kessin, meyle galbi kılsın. Biz bu kişiye en kat tecrübe verimiz deydi Allah Teala ayette. 74. ayetin mezmunu gazatka atnışkı buraydı da Allah Teala. Gazatka atnışkı. Siz eğer bu dünyaya aldınıp bu dünyayı golulap ötmekçi olsanız o peşanınızın şore, özünüzün telerisiniz. Eğer dünyadan geçip ahiretini, cennetinin menguluk, bəxtini kolu keltirmekçi olsanız Allah yoldu ki uğraşkını, gazat katlanışınız lazım. Diye mezmununu oturup koydu ayet. Hem bu ayetten belki yukarıda biz bir neçe şəxslərin televizyon davatının gepini görüp öttük. Ula Arap dilini azdır bilsirek. Fel yuqatil fi sebilillah dep yuqatil. Yuqatil deyin kelimeyle başlaydı. Bu buyruk sözü. Küçükken Arapçının haberi vardan bilelim. Bu Allah tarafından bendilik kılınavatkan buyruk. Bunun gazatka Allah'ın buyruklu vatkalı okşuk çıkıp durdu hem de. Ayetin devamının muş yolda meyli sen düşman tecavüzünü öldürülüp kessen mi meyli galbi kılalısan mı her iş kilalet sankat tecrüba deydi de Allah Teala. Bu galbi kısan mı sana ecrüba? Galbi kılanma aşını kolu uçup getip öldürülüp kessen mi sana katta ecrüba. 74. ayetteki buyruk bu. Endi biz 75. ayetin tercümesi mezmununa qarab bakayla. 75. ayet Allah deydi. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَةِ. Allah deydi ki müminlikte, ey müminler, ne mi buldu size? Sizin halın ne mi bu? Allah yolda uğraş kılmak isteyasla. Allah yolda Allah'ın dinini alıklış. Ve şunun da
bozak kılınganlarını kutkuzuş orada. Allah'ın dinine alakışa bozak kılıngan ve zulüm kuşluğanlarını kutkuzuş yolundan uruş kılmaysan bu. Sizin nemiş kanını bu? İşte Allah'ın yolundan ve bozak kılınganlarını kutkuzuşun uruş kılışını ibaret ma mecburiyetini unutup kılamatamızlar. Ne buldu size? Neydi de Allah Teala. Depilap Allah deydi. Bu bozak kılınganlar kimlerden ibaret? Erler, ayallar, küçük ballardan ibaret. Siz yaşavatkanızın nurgun erler, turmalarda her türlü azaplardan bozak kılınıp azaplanıvassa. Nurgun ayallar, uçsuz ketkan kimgim yolanmay. Her türlü azaplarla azaplanıvassa. Nurgun küçük ballar her türlü şekilde azaplanıvassa. Erler, ayallar, küçük ballar diye var. Muşu bozak kılınganlarını kutkuzu yolundan uruş kılmay durursan bu. Derhal uruş katlaşın lazım. Bana bu bozak kılıngan bişarlarının hali şu derece verip yetken ki bulam. Ey Rabbimiz, muşu zalim, zoravan, tacavuzçu hükümranlıklı vatkan, muşu sahat bizi kutkalsan. Dep Allah'a iltica bağlıdırlar. Ey Rabbimiz bizge öz huzurun bir başpana, yardımcılarını işkilip versen, biz öz panayını yarış, muşluğunda bizi kutkalsan dep. Bu bozak kılıngalı moyunda ahu zar bilen bizge yaldırıp dua kılıp atıdı. Muşunağını kutkuzu için ve mukaddes Allah'ın dinine alik için nemiş kuruş kılmaysızlar deydi Allah Teala ayette. Bana bu 74-75. ayetinin mezmununu hulaslasak 74. ayette Allah yolunda gazat katmış buyruk kılır. 75. ayette Allah'ın dinine alik kılış zoravan tacavuz tarafından bozak kılınavatkan Müslümanların şu zulüm, zoravanlıktan kutkuzuş için uruş kılış mecburiyetinin bağlılığını Allah kattık tekitledi. Senin bundan bir mecburiyetin tutsan, şu mecburiyetin ada kılmayı durursan bu. Deydi de Allah Teala. Demek bu yakındaki Türk'üm yaşlam, muşkil mezmuduk ayetlerinin mezmudunu haberdar olalım bu da. Bir taraftan karasa, bunda dehşetlik zulümü düşürüvatkan, yani bir taraftan Allah'ın bu kadar buyruk talimatlı durup, bunun habersiz, bundan mesuliyetini ada kılmay, gayb yaşavatkan. Bu ahvalını oyla, biz Allah'ın aldığı bağını ne bir hesap verimiz biz. Biz ondan bağını ki Allah'ın şu buyrukunu beca keltiriş için, bundan bakarım, her türlü sebep bilen, bunun kol uçup turmalarda kamılıp, kışınlıp, harizar yaşagandan göre, Allah bizden üstümüzge buyruk kanmış, buyrukunu ada kılış, aralık şereflik etmeyle mi? Degen niyetten, hareket kılıvatkan yaşlı. Bu yaşlarımdı. Şu Şerif Türkistan halkının içinden özü düşkülevatkan, zulümünü yeskılevatkan ve özünün gədiniga Allah tarafından yüklengen perizini, mecburiyette tüncükettim, yeskilip şu perizini ada kılış için hareket kılıvatkan yaşlardan ibaret. Yani bulağa Allah Teala sebebi nu'tihi ecren azim. En katlı ecrini biz bulağa birimizdeydik. Allah katlı ecrini verdik kılıvatı da bulağa. Yani ayetin talimatı bu. Bunların kılıvatkan işi bu. Bu kılıvatkan yaşlarının ki hareketim. Fakat Xitay tecavüzçilerinin ki tecavüzçilik hareketine karşı ip birilevatkan, şundan karşı birilevatkan hareketine ibaret. Bu hareketini bilen tamamen başka normal yaşavatkan bir halkı hücum katarı tasvirledik. Yukarı filmde görüp öttük Tungan'dan birisi Gazat degen tecavüzcüge karşı ipirlikten mukaddes oluştuğun ismi Gazat. İslam bunu buyurdu, bu bir şereflik iş. Dep öteptik yaparlıkta. Bunu agi biraz. Gazat zaten tecavüzcü karşı kınılgan mukaddes uruş. Hazır Şerif Türkistan'dan kısmen yaşlılar tarafından ipirlivatkan bu hareket kaysi türlü güçlüydü, bunu qarab bakış lazım. Ağzını çıkartkan gep, hak olgan olsa kılınavatkan işini hata tarifledik de bu da. Bu Gazat degen tecavüzcü karşı kılınavatkan mukaddes uruşumuz Gazat deyimiz, İslam bunun teşebbüsü dedi öze. Rast zatı Gazat degen mukaddes uruş, tecavüzcü karşı ipirlivatkan. Bu yaşlarının ipirlivatkan bu hareketim tecavüzcü karşı ipirlivatkan hareket bulmayın mı?
Bu 1949'ның mabeyinde Xitay komünist tecavüz qilib kirganning mabeyinde ne müküllerini köksüdüdü? Allah'ın dinini ne kadar buzgunçuluk asılık kılıdıdı? Tamamen kişilerini dinden ayrı hareket kılıdıdı. 60 yılın mabeyinde bu da. Bu tamamen dinni yok kurunu vatkan, Müslümanlarını yok kurunu vatkan, Müslümanların dışarı tecavüz kırı vatkan, bu tecavüzüne karşı ipirilen uruş, mukaddes uruş olmayın bulmakçı. Allah'ın dini yok kırış, Müslümanlarını tamamen yok kırışın, Müslümanların şer'i tecavüz kırı vatkan tecavüzüne karşı ipirilen vatkan hareketlerden ibaret. Manda boğandakin muş hareketli kılıp atkallam en mukaddes uruşunu kılıp atkallardan ibaret. Mukaddes uruşlarını. Mana bularni Allah en katta ecrini va'da qilgandan cennet girdi şehit bula degan hukmni bunun asosan chiqarish lazım. Bu yerda naytiga diqqat qiladigan masalan şu karşılık görüşü hareketde kılıvatkan yaşlı hareket ip biriş jarayonida ba'zi dikkatsizlikkan taraflar var. Onu tuzitib ketib bo'lsam tecavüzünün zerbi berişkin tegişlik organının özgem. Zerbi şöyle karıklı salıttı. Değilse bu doğru tenkit olgan barıdı. Yani bunu hareket ip bağırdım elbette şunun kıp geldi mi şu vakit kadar. O küfürünün kıpta ayrılışıp doğan bazı insanlar ağrıpılanmaydı ki hareket cereyanında. Bunun kartan bu kırındaşlarının şuncular mukaddes uruşda kılıvatkallıkın aşının ağzından çıkan ibareler bunu ifade edip durmazsan yani bunları tamamen terörcü, zıravan diş bu nereden geldi? Terörcü, zıravan güçlü deme. Başkalarının zımınını tecavüz kirip Xitaylığa okşaş. Ularının dinini yok kılış, şu milletini tamamen yok kılışkı uğrunu artık zıravan güçlü nerede olmakçı? Bana bu zıravan güçlü karşı ipirli vatkan hareketli bu. Zıravanlığa karşı. Güzel işbarlar böyle. Rahmet. Hakikaten Xitay tecavüzçilerinki mesela bu qatımqı elip bağım keng teşviqat uruşida g'azat hareketi, g'azat qilib şehit o'lganlarniki jannatga kirdi degan safsatisiga raddiyada butun qattiq keng teşviqat uruşu elip beryapti. Emniyeti Mahsumkam so'z degan bu so'zlardan dinimizning asli sap manbasini ilingan narsa haqiqiy yani Xitoyning salohiyati bizning vatanimizda tajovuzchi, terrorchining eng beshi degan gapimda. U yerda harakat qilayotgan qarindoshlarimiz jihad harakati elib borganlarniki elib borganlar xuddi Abay Ig'izdan o'qishmaslikdan chiqib ketganligi Islom diniy jamiyatining muavin raisi ham bosh katibi shuning so'zidan chiqib ketdi-na. Ig'izdan chiqib ketdi, duymasdim. Yani tajovuzga qarshi elib berilgan narsa. Shunda düşmanga tajovuz, düşmanga qarshi olib ketganlarni shehid deb qaraydi islomda shunday deb qoldi. Haqiqatan Xitoyning holi bu. Endi hurmatli karam qarkas, sizlar shu burunmi bunday harakatlar bo'lib turibdi, oxirgi yillarda ko'payib qolgan bilan Xitoy hech bir zaman bunday qilayotganda har qitim terrorchi ani qildi, mani qildi deb tashviqot elib beribdi burun. Hamma tashviqotlarda ya chiqasi shu Abduraqibga o'xshash, Abduraqibni Abay so'zlamasdan shunda Ig'izga ağlamaydigan darajada oyatlarni burunlab so'zildi. Va shu jumaga o'xshash degandek, juma tarixiga o'xshash o'ziga eng sodiqlardan biri ikkisining so'zilib ketdi. Bu qatim harakatdan keyin barliq zada eng kichik imomni tatib butun vatanimizning har qaysi joylaridagi cho'ng kichik hammasini yig'ib chip, hammasini mikrofon tanlab, hammasi zada do'zaxda deb bu do'zaxga hukm qilib fatvo bergizishdir hamda. Xuddi bu eng cho'ng ishni haqiqatan bir jinoyat o'tkazgan taqdirdan birisiniki bular mangu jahannamga kirdi, mangu do'zaxda qoldi deb bundan narsani hech kim deyamaydi, bir musulmonmi deyishi mumkin emas. Bu şekilde teşviqat edip berishi nimani ko'rsatdi? Sizdan anlasak ham. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Abiyatin qo'yilgan iliq filmni bir qadar uni ko'rdi. Undan boshqa meni Avlikim Xon Mahsumajim uni bir qadar endi üstüne to'xtaldi. Hozir endi Xitoyniki o'ziniki Qur'on ham kuchiga taynib bizniki shu vatanimizni besib olgandan keyin shu yerdagi bizga qarshi kuchlarniki hammani o'zimizniki shu kuchiga
Qur'onga tayanib meni bidjit qilib shunday yo'qotyapmiz deb buningki har xil shakl bilan shunday ishlarni qo'llanyapti. Qo'llangandan keyin u ishmandi. Kağıt kelmey, emelge aşmay. Hem de o yeni bir tarafını kullanıp bulan bu kaysı yani İslam dinini yani bula İslam dinine itikad bolgan eken bizdeki Uygur, Müslüman, Şarkı Türkistan'da halkımız. Yani bunun iki asası yani ruhi merkezi yani İslam din olgan eken bunu tutup yani İslam dinindeki alımla. Ona olgan eken bulan da bu taktikisini özgertip bununki şu yüzniki yaman garizigi yetiş üçün şuadaki şu işlani yani hakkani, hakikat olan şu cihat, mukaddes olan şu uruşne yüzü karşı olan uruşne onu yok tutuş üçün ola yine bir taktikini kullanıp İslam dinininki ma'lum aşındaki yüzniki tarafiga setilganına ait az bir kısım bir oçum molla deb atılıp kevatkan yüzü terbiyelep çıkan aşındaki adamını hem de iş kısa vadıdı. Bu bir acizlik. Yani cezmen işninki ulu degendek o kuş bilen, san bilen bulmaydıganlığı. Cezmen bu kainat, bu alemninki bir ilgisiniki resmi bağ ikenligi de bu yerde bir ispat. Yani bu cihat iş, vakaza kuştanlık iş maddi nesi emez. Onu idare kılatkan yeni bir kuş var. Kur'an-ı Kerim'den değil o da asas. Yani iman, itikat, sabat. O digerde de Kur'an-ı Kerim'de bu. Eğer muşundak bolsana va iyyakum minkum işiruna sabiruna yağlibu miyateyn diyen ayet var. Yani bu ne asas köz tutu. Anda o andakin bu arkalık yüzdeki malum bir kısmı, bir oçum alimleri yani damullah molla dep koyaga adamni bizninki aşo haqqani uruş ep bağan aş kişilerge karşı durmakçı. Bununki maksidi bu endi. Meninki yani kırım yani bir acizlik hazır. Yani bu haqqani küreş, haqqani şu hareketniki aldıdaki Xitay bir acizlik gelgenligini bunu bildirdi. Haqqanınca ben çok bir güçlü. Benim kolumda her nesi hazır hem de. Bizdeki Şarkı Türkistan'daki şehirlerine, yezlerine tatip askerlerini her bir gün şehirde 50-60 tip asker tutup demdi. Ac bir iş olsun kullandı. Hem onun başka manevr dep, her xil manevr dep şehirlerge askerlerini yötkep, şehir yüzün küçüğünü ac beke atılmay sarang dep, acındak mışındak kaşının yüzün nemini bildirdiyse bu mu kakınmay ahırda. Andaki dini taraftan, muşu taraftan bunu idare kılmışsak bulmağı da dep o gayri kişiler olan garip elleri bulup mu Yahudi gariplerindeki paylanıp bu usulünü kullangan buluşu mümkün. Tamam. Hem de hakikaten bu kadınlar sen Xitay'daki kılgan kılıklara bulutma. Yigirma may vakasından keyin Ürümçinin halatını kögen insan xuddi Ürümçiga boshqa bir necha bir davlat hujum qilganda shaklda armiyalarni zali hammasini to'kib qo'ygan butun tashviqotlar davatida biz bu amaliyot qilgan odam shu 4 jamiyat tutilg'ini bilan 5 odam 4 shehid urug'liq qarindoshlarimizni ama shu 4 insonning shehid bo'lishi bilan elib borgan bir harakat uchun necha davlat bostirib kirganda shunchalik harakatlarni elib berishi butun vatanimizning har qaysi joylarida ig'ir en küçük kumanlanan insanların tutup solap bu şekilde nurgulgan en tez şekilde hüküm çıkarıp nurgullarına hüküm kambal nurgullarına eğer uzun yıllık qamoq cezası hüküm kılıp bunu kılışımızdaki mesela ben bilgen benim başka siyasi cihetki burunqi hukuktan düşüp ketken Uygur şu Xitay galçılar bolsun buların sözlerini çıkamdım vaqt itibarı bilen bunu kılışımızdaki muşundaq çoğun ciddi bastırış hareketine elip berişimizdeki sebep nima deganda şu zo'ravon terroristlarni bitish qilish ularning qalbiga qo'rqinch selish uchun qilyapmiz buni deb e'lon qildi Xitoy buni deyapti. Sizcha mushundaq bastirish, mushundaq harakatlarni elip berish vatanimizdagi jihodiy harakatni bastirishga, uni tinchitishga yetamdi yoki bu texmbek kuchiyamdi? Xitoyning bu qilayotgan qilig'ini deb baho berish kerak. Endi her qanday meselede reallik qarash lazım. Reallik. Xo'sh. Bir diqqat qilgan ikki turlik nuqta var. Ikki turlik nuqtadan biri Xitoy tajovuzchilari shu tajovuzchilarga qarshi harakat ip berayotganlarni terrorchi deb atab yuqorida filmda ko'rsatilgandek bir turkum bizdeki
dini namil atılıp kalgan ama İslam dininden tamamen haber bulmagan kişilerini vasıta kılıp durup bütün vatandaki umumumuzda halkını aldamakçı olacaktı da. Aldamakçı. Neymiş kaldaydı o? Bu ikinci nokta ötümüz. Mesela hazır emeliyetten terörçi degen başkalarına tehdit salavatkan, başkalarının mülki, hayatıga hırs kılavatkan zoravan koç. Demek ki dünyanın tarifi de terörçine manda ataydı. Hazır dünyada tanılgan terörçinin şınamış epey etkandan asli terörçim Xitay tecavüzçileri. Şarkı Türkistan ziminin, Şarkı Türkistan halkının çok bir ailesi bu. Şu aileye bu tecavüzçi besip kirdi. Besip kirip şu ailede kişilerin hayatını tehdit silvatıdı, itikadı tehdit silvatıdı, şu ailedeki halkını tamamen yoktup şu aileni igellemiş kurmadı da. Asli terörçi degen şu ailedeki adamı tehdit sağan, hayatı hırs kılan bu terörçi olmakçıydı. Xitay bunun işi an tamamen yok kılıp bu Şarkı Türkistan halkının ki hakkı olan Türkistan zemini bu aileni tamamen igellememişti. Bu terörlükten başka bir atalık olsa bunun ataş lazımdı Xitay'ın nesildi. Bu hakiki terörçi tamamen Xitay tecavüzçilerine ibadet. Bu terör tecavüzçi olandıkken bizde oğurda yürek yok degen gep bağımaz mı? O milyonlagan asker, nurgun hava kuvvetleri, kuruluk kuvvetleri iyi olgan bilen o tegin oğur olgandıkken tecavüz kılıp kirgen. Yani yüreki pok onu az ziminin özünün zimin emaskini, o Şarkı Türkistan zimini Şarkı Türkistan halkının ekanligini nayt yaxşı bildi şu. Bilgeçki bulan özünün tamamen bu şum niyetiga unda asallık yetenmeydiganligini tanıp yettiklik. Yani birim bu cihat degen her bir müminin kalbide Allah sağan bir ot bu. Onu tehdit bilen, zulüm bilen öldürüşümü yoktanmaytkanlığı Xitay o 20 yılının babını tanıp yetti bunu. Durun tecrübe baktım. Hem de kınmakçı olan çaresi bütün halkını aldaş arqılıq Xitay tecavüzçilerine, muş terörçilere karşı hareket kılavatkan hakiki mücahid, hakiki inkılapçılarını halktan arıvetip yetim kaldırış arqılıq aşılarının bu Xitay tecavüzçilerine, Xitay terörçilerinin zərbinin aldığını anmakçı onu aldıdı. Ama Xitay közlegen bu nişan ondan aslında yetenmeydi. Yetenmesinin sebebi birinciden o her kanç o molların sözlü bakkan olsa ama halk aklıgen, nayigen, akıllı halk olgandayken halkının mutlak köp kısmısın bu sözler batkan bu sellilik kişinin kim, kısmenlerinin kim aklı bulgunup ketken dinin sırtını kapkan adamın ikenligine. Nurgullarının Xitayning besimidan qo'rqib o'zining irodasizligidan tufaylidan Xitoyga qisman yaxshi qilish bir narsani deb qo'yayotganligini, qismanlarning hech narsani bilmay o'rgatib da'vatganligini butun xalq yaxshi biladi shu. Buni yaxshi bilgachkam bularning gapiga xalq agashmaydi ekan. Bularning gapiga xalq agashgan bo'lsa-da, ana shu niyatiga yetalishi mumkindi. Buni xalqimiz hukumatning mollasi bu deblam bilgenden keyin onun gepini tanışamaydı ki. Hükümetin ko'ngli hoş qilishini gap qildi bular deb. Bularni ishga silish orqali xalqimizni qaymoqtirishdan iborat. Bu mujohidlarni normal xalqdan arib o'tish, yetim qoldirishdan iborat shu niyatiga Xitoy hargiz yetenmaydi. Ikkinchidan Xitoy mush vaqt tahdid qilib baqdi. Xalqayni o'ltirib baqdi. Vujudiga o'zining mas'uliyatini tunib yetgan bir ruh o'rnigan bu yoshini turmaga qamash, öldürüş, her xil vasitini qo'llash mush vaqt kadar irodasini voz kechtirolmadi. Buningdan keyin çünkü bu bir ilahi ruhdan iborat. O Allah xalqan bandaga nisb qilgan bir ilahi ruh bu. Bu ruhga bo'lgan odamlar dunyo hayotidan tamamen kechiklik, cennet uchun o'zini ataliq bular. O cennetini arzu kılıvatkan, dünyadan tamamen vazgeçivatkan bundak bir kırındaşların nispeten Xitayning ki bularni yetim koyuş aralık hareketinin aldığını alalışı bu mümkün emez.
Ulan Allah şunun tirişçanlığı gören yani muvafık imkaniyet hazırlap berdi. Belki benim düşüncemce halkımız sevis aşkan sıram kimning dost, kimning düşman ekanligini, haqiqiy terrorchining Xitoy kommunist ekanligini, buni xizmat qarshi ishlayotgan haqiqiy fidoyi mujohid ekanligini xalqimizning mutlaq ko'p qismi kundan kunga tunib yetmoqda. Bundan biladi. Tunib yetgan sirim xalqimiz chambarchas bir gavdiga aylanib, xohlaganlar ish qila oladigan, ish qilish imkon topolmaganlar shunda ish qilganlarga sharoit hozir moslashgan bir vaziyat barliq keladi, barliq kelyotdi. Çünkü hiç kandak bir millet bakadın senin ziminine tecavüz kirip seni yoktuvatkan bir düşmenge kartan kol kovuşturup duran yoktuvatsın demeydi ki. Hiç kandak bir millet. Bizden halkımız elhamdülillah mu'min muvahhid halk. Bunda oğandık bu tekabım özünün üstü güçken mecburiyetini ada kılışını terişanlığını Xitayning bu xil türdeki teşvikat arkalı halkını kaymoqtırış uyqutlaştırışını bu şum niyetiga men yetemeydi. Yani bunda bu askerlerin hemmiye taqtib, mangızıp halkının yürgini mecip lan bizge karşı işkilanmaydıkan, tikilip kalyanmaydıkan kıvat emez. Degen bu işin ne çıkırdığını tekrar qıp baktı. Çünkü ma iradık geleni canını geçmiş kaldı ki. O canını geçmiş kan bir adam senin hayvan kandak okap kalsın. Son Xitay tecavüzçülüğünün milyardın artık nüfusunu kontrol etken bir çoğun kuş işgeldiğini bilip durup şu kuşa karşı Allah'ın rahmet yardım veren tamamen tenkilale etkalığı belki galip kilale etkalığı katli işen geçken oturuş çıkartkan mesele bu. Bu asıl bu işler aslında bir iman, tevhid. Bunun vücudu bu kadar iman uğurlaşkan bu yaşlığı Xitay'ın bu xillik tehditleri hiç kandak selbi tesip edaklanmaydı. Kerem Qarka, əmdi sizce Xitay tecavüzçülerinki elip beriyotgan şu alimlarni qo'llanib turib elip beriyotgan işleri. Bununla bu sözlerini anlagandan keyin ko'rgandan keyin mesela vatanimizga nurg'un xalqimiz ko'rdi va bu jihodiy harakatni elip beriyotgan qarindoshlarimiz ham ko'rdi bu. Xitayning mo'llarniki. Albatta bular bir o'chim kishilar vatandagi hargizmi vatanimiz bugungi kunga dini saqlanib qolgan bo'lsa, bu to'rtta insonlarning qo'li bilan emas, balki haqiqiy dini uchun ko'ygan, dini uchun yashagan, shu haqiqiy saf o'limalarimiz bilan xalqimiz o'zining dinini, musulmonligini saqlab kelyapti. Bugungi kunga kelgan bo'lsa. Hargiz bu bir o'chim kishilar butun vatanimizdagi musulmon o'limalarimizni temsil qilib bermaydi. Hargiz ularni bildirmaydi. Hareket qilib berayotgan qarindoshlarimiz buni ko'rgandan keyin masalan bular qanchalik o'zurlik. Bular mikrofon tanlanganda. Bular nima deb qaraymiz, nima deb qarashi kerak? Balki nurg'un qarindoshlarimiz bevosita mushularga hujum qilishi mumkin atugun. Bunga masalan diniy jihatdan bevosita bunday qilsa bo'lamdi yoki bunga qilmay yana shu Xitoyga qilish kerak. Buni qanaqa qaraylamdi? Qaysi tarafga o'q qaratilishi kerak? Endi bununki içinde asli İslam dinindeki ahkam meselesi de. Endi bizdeki itikadımızda ila kelimatullah üçün benim şu Allah yolundan cihat kılış, gazat kılış bu perz. Bu İslam dinindeki mukaddes perzlerindeki katarıdır. Bu cihat mukaddes bir perz olan bulunaq kivatqallar yüzünki üstedeki yalaka ferzini ada qilish yüzünün kit var demdi. Mesela namaz okudu, zakat verdi, hemmeden ben mümin Müslüman deb şu ferzini kit vargan kişiler o'xshash. Endi bu ferzemdi ötkendimi değildi. Bu ferz yani bu iki kısım buludu. Ferz kifayen perzayinde. Bizim kendi vatanimizga Şarkı Türkistan'a Xitay tecavüzçileri vatanimizga bastırıp kirgandan keyin bu cihat yani gazat qilish ularga nisbatan yani biz musulmonlarga nisbatan hammasiga farz ayn bo'lib bo'lgan. Mayli cho'ng olsun, er olsun, xotin olsun, kichik olsun, hammasi qo'liq binasi et qarshi turadigan miqdorda kuch yetgan miqdor qarshi turish kerak. Bunun hech qanday bir odamniki ruxsati yoki izniga unuga muhtoj emas. Bu bir darajada. Biz endi bu
farz masalasida yana bir tushuncha nim qiladi. Endi farz, endi bu islom dinininki tushuncha, ya'ni usul fiqhininki nimiz bo'yicha ikki. Birisi adavul vujub deydi. Yana birisi lekin vujub, ya'ni vujubun nafs, ya'ni o odamniki gadiniga shu farz bo'lgan amaldan keyin gadiniga tushishi, uningdan keyin gadiniga tushgan yiliqi farzniki o'zini u odam ado qilishi endi. Bu ikki xil. Hozir endi bu cihatdan ibaret olan bu urush bizdeki gadinimizga allama qachon vacib bo'ldi endi. U farz bo'ldi endi. Qandaki bir adam mesela vaqt kirish amanamla, mesela peşi vakti ya asr vakti kirish amanamla bir adamniki gadiniga shu peşi namozni ya asr namozni qaysi bir namozni o'qish farz bo'ldi. Endi buni ado qilish masalasi endi. Ado qilishdan namozniki ishga va boshqa bir qancha farzlar var. Onu qilish kerak. Endi bu ado qilish, ya'ni uni amallashtirib ijro qilish jihatdan, agar u odam tini sog'lom bo'lgan bo'lsa, hamma joy sog'lom, og'riq emas, bunda bo'lgan bo'lsa, ash farzni to'liq qiladi endi. Agar u odam og'rib qolgan bo'lsa, masalan, o'rtirolmaydi, o'rtiramasa o'ltirib o'qiydi. O'ltiramasa o'chamizda yetib ishoratlar o'qiydi, ya'ni shunday darajada. Ya'ni demak endi hajdan iborat bo'lgan bu farzniki o'zi har bir turkistonlikqa farz bo'lgan ekan, buni ijro qilish masalasi biz o'xshamayapti endi. Yani cihatdan ibaret olan. Bu aslında bir qancha shart var bu cihatni nima qilgan. Shunda bo'lsa-mu o'ziniki qo'li, o'zining kuchi yetganga qadar buni qiladi. Bu vatanimizda bo'lsin, mayli sirtlarda shunaqa tayyorlik qilish jihatda bo'lsin yoki bir tarafda bo'lsin, buni qiladi endi. Bu qilish jarayonida har xil usul bo'ladi. Mayli qo'lga Qur'on elib, unda bir nima qilish, ya'ni Xitoyni bizniki shu Turkistondan qo'llab chiqarish, uni pokizlash. Bu farzdan. Her xil shaklda qiladi buni qarshilik turish. Mesela bizim vatanimizda meni shunday Xitoylarni mayli hozir endi deyilayotgan gap u Xitoy bu xalqniki engida yulayotgan Xitoyniki o'zi u begonati. Shu begonaha odamni o'ltirib mushtaq qiladi degan bir xato bir tushunchada ular ha deb hozir shuni deyapti endi. Degandan bu zodi qanday agar u rasmiy biz ko'rdik 7-ayning 5-kundagi voqeada osh puhrasi bu kaltak kelib shu joyda chiqdi. Bu nima u? Harb, ya'ni dushman. Bu ish qanday vaqt o'zida bu nima bo'lmaydi. Tish xalq bo'lmaydi. Ana unda bo'lgandan keyin o'ziniki kuchiga yetgan miqdorida qanday bo'lsa buni ijro qilib ketib bordi endi. Meni etib bo'lamdi, o'ltirib bo'lamdi, yasab bo'lamdi. Bu mutlaka Allah'ın yoludan cihat yüzdeki gadinideki şu farzni ado qilish yüzde kitfardo. Yani bu adamlar Allah'ın aldığı bağa vakti günahkar olmaydı, uttuğulu cennetke kirdi. Bunun hiç qanday bir şek yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir qancha yerde ayeti ve la taqulu lima yuqtal fi sabli amvat bel ahyaun inda rabbihim ve hum la yusharun degan nimalar bir qancha ayet var. Bu Allah yolu endi. Allah'ın yoluda cihat qilayotgan kishilar. Bu kişilerinki özü qanday bir şekilde şu jarayonda ölüp ketsa, mayli turmada ölsün, mayli ketib berib ölsün, bir narsa yasab ölsün, mayli mushundaq ölsün yoki o'zini mudofaa qilish va o'zi xalqini mudofaa qilish jihatda bir narsa o'zi tanib yamashni nima qilsin, bu Allohning yo'lida bo'ldi, shahid bo'ldi. Bunda hech qanday bir shak shubha yo'q. Inshaalloh bu mazmunda yani imkon bo'lsa oyat 7sini aniq nima qilishga imkon bo'lgan bo'ladi. Bunda da hiç qanday bir narsa yo'q. Endi biz endi o savolniki asliga kelsak, bu savol endi bu yerda ekranda bir qancha, yani az bir qism men mo'la deb chiqib olgan bir o'chim, yani az bir kishilar ishda chiqibmişlar debdimdi. Bu bizniki iymonimiz Qur'oni Karimniki shu alhamdulillah tatib va nas kelib bo'lgan har bir ahkomga meni tafsili shu iymon keltirishimiz u farz aynendi. Uni bir odam shak ya bundaq qiladi ekan, o imanı çıkıdı endi. Anda olgandan keyin eğer şu iman aşı cihatda bo'lsa o adamda, eğer bu adamniki iman ise muşunun bir hükümne sen manda qaraq deysen, ya manda qaraq e'tiqod qilsan, ya manda qilsan, bo'lmasa o'ltirib ya solavatman, anda qotman degan bunda bir taklif olsa, rasmiy o'lib ketgan bir taklif bo'lgan bo'lsa, u chog'da o'ziniki jenini ma'lum jihatda uni qutuldirish uchun og'zida ama kalbi mutmain ayet var.
Bu arkalık unda dep koysa bundak adamniki özürünü Allah kubul kılıdı deydi endi. Bunu adam kubul kıldı deydi. Hazır endi bu devatkan adamlarına desek nayta az bir kısım. Buluğu nispeten hem adam özür var mı yok mu? Eğer aş yapını demesen seni öldürüp atman demdi o, neme deydi o, hem onu üzücü uptan bile demdi. Anda oğan diken bu adamlarga nispeten biz özür deymiz mi, neme deymiz, qanday deymiz, bu ne biz demisek mi? Muşu bizdeki Uyghur, Türkistan, Müslüman halkı keng dairede bunu düşünüp kedi demdi. Hazır mesela çıkıp atkanı bunu özür deyiş, mecburlap Kur'an'ın nem kılış yok. Ben neme kes apırıp solap koy demdi. Bunu apırıp solap koydu turmuğa apırıp bir kança, turmunaki azabını emmeden bildi daha kanda olduğunu. Şu japadın korkup, ya ki bulmaydı yüzdeki hazırmış hakimiyet, Xitay hakimiyeti tarafından berilip atkan imametçilik, ya ki küçükken bir hukuktu ben mahrum kalamam ki. Diyen aş Yahudilerin ki Kur'an-ı Kerim'den deyilgen şu ahiret hayatını küçükken semenen kalilen, küçükken bir pulu setip algan, muşik kişinin maksat, muşine aşını keçamayotkan gibi. Ya meni soluvadıdı, ya bulmaydı hukuku imametçiliğin evadıdı, ya bulmaydı turmuğa apırıp taşlap mınakvadıdı, ya cemiyetin im kılamaymen, diyen muşunda bir korkunuş. Hem bu korkunuştaki yüzünü bunu mezur deyiş ki bulamdı, bulmamdı. Eğer aşı gapning o'zida biz oyatga anladık, bu hata ish qildi, günah ish qildi, yama ish qildi, yama ish qilganning hammasi Qur'on hadisini akilib, bu do'zax kirdi. Shu ish qilganlarniki o'zi yama ishmi? Masalan, shu jihad, masalan, Urumchi vaqasi, Xotan, Qaraqosh va hokazo, Qashqar, Aqsu va hokazo bo'ladi. Bu qandaq ish endi? Shar ishmi, xayr ishmi? Biz mutlaqo deymizki, u %100 xayr ish. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ degan nima oyatdir. Ana o'g'andikin buni jihad o'g'andikin, g'azat o'g'andikin, bu g'azatniki o'zi xayr ish o'g'an bo'ladi. Xayrin ishqa adam mutlaqo jannat kirdi. Endi oyatin yoki biroz avval deb aytildi. Bu Xitoyniki mashal bostirib kirib, bizniki zaminimizning hech qanday bir huquqi yo'q. Ammo zaminni besib olding. Sen onu da qanday foydalansang mayli desek unuğu mu unmay bu gıyla? Aşağıda özümüzdeki şahsi muluk, hatta ki özümüzdeki itikadığım egi bolamaydıgan, üygümü, hatta ki ayalıyla ötküzel cinsi münasebetke egi olamaydıgan aşılığı müdahil kılan alet yetti. Tacavuz hem de haddidin ziyade eşip yetti. Tarihten bu yan qarab baksak, mesela Garip devletler cık yani müstemleki tacavuz bastı bu yanı bastı bu yanı bastı deyler, o da unda kımıgan. Onun iki bekkalı zemini besi bu yan baylığını hep çıketken. Yani hiç olmadı diye yüzün din itikadını anı teng Hristiyanlaştırman deb bunu qilgan. Ama o Xitoy endi tarixdan bu yan hozir qilib baxmagan bir zulm ne? O zulmdan eşip zulmning chekodidan. Onun tajovuzini chekodi, onun eşip tasavvur qilmagan butkul vücudunun hammani istilo qilib men evolaman degan bir shaklda buni qiladi dendi. Bunda bir shaklda qotgan bo'lgandan keyin bu kafir Buna karşı katliyendi. Şu cihat kılış, şu işini kılış mutlaka doğru olan buludu. Bu da uqa okumay, aşını yaman, man, yaxşı dep hemmisinin ağzı karsa Kur'an hadisini okup, hem de qarab baksak özü bir tatiniş, bir şekilde yani mecbur qalğandek işte devatqanlarını bunu görüyoruz. Bazıları şunlar. Ama şunun içinden bölüp durup resmi onun içinde de şu içinden kız rasmi to'g'ridek devatqanlarni uni ko'ryapmiz. Buni hamma odam biladi. Mana buni biz hamda bir odamniki do'zax bo'lish yoki jannati deb bekitish bu odamniki qo'lidagi ish emas. Allohniki ishi. Endi biz hamda vatanimizda shunday zulm, shunday kafir ashtaq bir zulm qatı tajovuz qat jinoyat bor, zodi bu kafir demde bu Xitoyda. U jinoyatning ustiga jinoyat. Hozir yasharda Muşu Xitay hakimiyetinden başka %100.000% egi olan bir küfür yok. Bu acaba ateist. Yani başka millet tıpkasımı iş bulmadı ya Hristiyan, ya Yahudi ya bir millet emni. Ma degen bütün dini inkar kılıdığan, hiç kanda birden itiraf kılmaydıgan bir məxluq emni. Bu hakimiyet töpsü demdi. Onun üstü puhrası müşrik. Ama o andikin bu Bunun öte bir tacavuz kafir bir millet yok.
Bunun karşı taqqan her qanday bir urush men bo'layotgan mutlaqan to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Endi bu kafir shu vaqtdan boshlab ashuna tajovuz qilib kirgan bo'lgandan keyin biz endi bu olimlarimiz buni nima ko'rib nima qiladi o'zi bilmay ya bilgan bo'lsa u chog'dan Qur'oni Karimniki ash hukmini ash qilayotgan kishilarniki ishiniki to'g'ri ekanligini bilib turib Qur'onni kelib uni ashni men xizmat qilman desa dindan chiqadi, iymonga ta'sir bo'ladi. Ammo bilmay qanday qilman, bunday qilman desa u chog'da o'zingizga Allohga mufabbas qilamiz. Endi bu odamlarni yaxshi ish, yomon ish deb turib, bu do'zaxga kirdi, jannat kirmaydi deb go'yo o'ziniki deb mushtaq qiladi. Bizniki xalqimizdan so'raymizki, buniki digini deb ular hargiz yomon ish qilmadi, hargiz xato ish qilmadi. Bu 100% to'g'ri. O o'lgandiki jazman jannatga kirdi, shahid bo'ldi. Bu hör pəriyle hazır saxlab durdu, hör pəriyle görüş boldu inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ahirki paragrafga qo'shilgan so'zlar bormi? Mushu olimlarniki. Endi mushu masala haqida ikki nuqtani askarish etmoqchi. Biri mushular islom dinidan ma'lum miqdorda bilimga ega bo'lgan, islom dinini temsil qilayotgan shaxslar bo'lgan turib qarab turib Xitoy tajovuzchilaridan iborat bu terrorchi kuchni haqiqatchi bu terrorchiga qarshi harakat qilib fidoilarni bu terrorchi bu zo'ravon do'zaxga deb da'vatgan bo'lg'achqam buningdan keyin hujumning nishoni mana bular bo'lsa bo'ladi degan mazmunni savol qo'yildim. Bu masala haqida men ikki narsani eskartish qilmoqchi. Biri bütün xalq bilib tegishlik bir reallik voqea bu yerda. Bu reallik olsa-mu bizningki vatanimizga Istiqbolxonning davrida keng ko'lamda islom dini kirib umumlashganning mobaynida bugunga qadar islom dinida o'qib yetishgan kishilar o'zining muqaddas dinni umumlashtirish va xalqningki haqiqiy baxtga erishish uchun o'z xalqi, o'z millatining baxti ve Allah'ın mukaddes dinini umumlaştığı için izchil bir şekilde hizmet qilib kelmoqda. 1000 yıldan artıq tarixning mobaynida bu islom dinida yaxshi o'qib ahli bo'lgan molla ya ahlimi ya olim ya domila deb atalganlar shu vaqtga qadar 1000 yilning mobaynida 1000 yillar islom dinini aynan avlod yetkazib mush millatning qad ko'tarishiga milletinin hiç bulmağında mevcudulab saklanışıgan birden bir hizmet qilib kelganlar bular. Bunun için o'xshamagan tarixida o'xshamagan qismen nachar shaxsim chiqqanmish qilmagan chiqqan. O insonni jamiyat hali bo'lib bo'lmayotgan ahvollar. Ammo mush millatning hozir qadar mavjudiyati islom dinining mush vaqt qadar bizga yetib kelishiga bizning vatanimizdan chiqqan ulamolar favqulodda cho'ng his qo'shaqliq. Bizning ajdodlarimiz cho'ng his qo'shaqliq. Buni alohida qadrlashimiz lozim. Mush vaqt qadar naqad qilgan bir nuqta shuki, olim ulamolar bu qadar o'z xalqining manfaati, islom dinining manfaati uchun xizmat qilib kelgan, davomli o islom dinining haqqoniy aynan saqlanib qilishi, xalqning manfaati uchun xizmat qilib dini sadıklar, dini ulumalar deb tonlup getirdik. Böyle başkalar, baş sadıklar dinine xilaf öz milletiga ziyonli ish qismi mayli deb ig'ranmaydigan, çünkü davamlı bunun qilgan ishi bu. Deb dini sadıklar davamlı özünün diniga ham öz xalqiga xizmat qilib bo'lgandan bundan kichikkina bir nuqson sodir bo'lsa, go'yo butun xatolikdan buni qilayotgandek bir xil havo aks ettirilib kelaylik. Buningda biz altgan dersimiz dini ulemanın ki milletin mevcudiyeti üçün ne kadar mühim rol oynaganligini ochiq ko'rib turibmiz. Masalan, islom diniga e'tiqod qilmayotgan nurg'un millatlar bor, Xitoy territoriyasida yashaydigan. Hozir yo'q ki. Manjulusun, bu deb bir necha zuluvati yo'q ki. Yo'qolib ketganlik. Asosan Xitoylashib turganlik. Sharq Turkiston xalqi şu ulemanın tirishchanligi bilan muqaddas dinimiz olan İslam dinini davamlaşıp gelgəç ki İslam dininin Türk asıdan millet mevcudiyeti saklap geldi. Bunun xalqimizin içinde kısmen ziyarət bilip bulanmalı Xitay'na yaxşı biliklik.
muş milletning saqinib qilishigi birdan bir xizmat qilgan omil islom dinida bilgachki bilan hozir islom dinini yo'q qilishni tirishadi. Biz islom diniga vakillik qilib islomning haqiqiy maydonda turib xizmat qilayotgan olim ulamolarga tashakkur etishimiz, ularning haqida duo qilishimiz, ularni qadrlashimiz lozim. Biz bir mu'min, musulmon, sharq turkisalik bo'lishimiz bizning majburiyatimiz bu. Shuning bilan birga bu biz filmni ko'rgandek va shuning o'xshatgan az sonlik shaxslar bordi. Bular islom diniga mansub deb atilib qolgan bo'lsa-mu, dinga haqiqiy vakillik qilolmaydigan bir jonbaxti insonlar. Bunun ba'zilar besim uçurgan bo'lishi mumkin, ba'zilar yuqori qarindishimiz Kerem qarim deb o'tib, har xil sabablar tufayli bo'lgan bo'lishi bu ozg'un xato qilayotgan insonlar. Ammo buningdan keyin zarba tutgan hujumninki zarbining obyekti mushular bo'lishi lozimmi degan savol kelganda biz insof qilishimiz lozim. Bular faqat irodasiz, maydonsiz bir insonlar. Buni oshundoq degizgan shu ishni qilib kuch Xitoy tajovuzchilari. Hujumning nishoni Xitoy tajovuzchining o'zi bo'lishi lozim. Bu manda asli tashbih qilmaslik lozim. Tushunish oson bo'lsin deb tashbih qilish to'g'ri keldi. Biz bir axloq yaxshi emas, irodasiz bir ayol, masalan, bir lükçik zarvan tarafdan tajovuzchi bosqinchilikqa. Bu qat'iy qarshilik ko'rsatgan bo'lsam, o'zini qo'g'dab qilish imkoni bordi. Ammo ashuni qisman besimiga bardosh berolmay, tarafiga ma'qul deb tajovuz qilishdi. Bundan bir hadis yuz bersam, biz ilik bosqinchilik, tajovuzchilik ayolni jazolash lozimmi? Yo bosqinchilik qilgandimi? Manda masala. Biz o vaqt albatta, ammo ayol ma'ning oldida bardosh berolmay bo'shanliqda ama biz bosqinchilik ma'lum qilgan bo'lgandan keyin tajovuz qilgan, bosqinchilik qilganni jazolashimiz lozim deymiz albatta. Shuning o'xshayib bir odamim buni qo'yib turib, buni ash-hal tushib qo'ygan Xitoy tajovuzchilari. Hujumning obyekti bu bo'lishi lozim. Hisobni bu bilan qilish lozim bo'ladi. Ma'lum kelganmasligidan xalqdan bularning irodasiz kichikkina bir ishga bardosh va balqobil qaydamni buning gapini tingshimanglar, bu dinga vakillik qilolmaydi bular. Bunun islom damidan degan gapini qat'iy tingshimanglar deb bularni xalqdan arib etish lozim. Bu jazo yetarlik bularga. Buni xalqdan arib etishdan iborat bu jazo yetarlik. Ama bunu şimdi tövbe qilib kelganlarni xalq sepki qo'shmas bo'ladi. Ama onun artık bunu jazolatni bir qirib mag'durdan ketgan, bir qiz gapni xato qilib qolgan odamning uya bilan kesib hapini shishib, shu ishni qizayotgan zo'ravon kuchli qarunma yurishning o'zi mana bu bir angsizlik. Aslida bunu ash-halga tushib qo'ygan zo'ravon kuch bilan hisoblashish, zarbani unga berish lozim. Ikkinchi bir nuqta bu o'z millatni qo'g'dab qilish, o'zining diniga xizmat qilish faqat islomiy sohadagining vazifasi bo'lib, fanniy maktablarda o'qib chiqqanlar, maktabda o'qib chiqib kommunist yetishtirgan bo'yicha, tajovuz yetishtirgan bo'yicha, go'mindan bo'lsin, gunchangdan bo'lsin, tajovuzga xizmat qilish, ashundan muashilib jon beqish, ziyolining vazifasi, millatni dinni saqlab qilish, dini sad o'qiganning vazifasi degandek bir anlam buni tuzish lozim. Aslida fannikda to'qiganlarmi, buni mo'sh millatning pushtidan to'ralgan bo'lgan ekan, buningmi o'z xalqiga, o'z vataniga, o'zining diniga xizmat qilish majburiyati bor. Buning ichidan nayt az sondagilar ham o'z xalqi, o'ziningki vatani, o'z diniga xizmat qiladi. Nayt az sonda. Mutlaq ko'p qismi esa tajovuzchiga moslashib, shuningni muoshilib, shuning idora jamiyati shundan billa, shuning sababli ishladik. Mutlaq ko'p qismi. Bu ayb bilmoqlik. Ulamolar diniy sodiqlarning mutlaq ko'p qismi o'z dini, o'z millati, o'z xalqini paylash qiliqlik. Nayt az sondagilar ham yuqori pillik ko'rganlarga o'xshash tajovuzchiga moslashib qiliqlik. Bu reallik bu. Bunda turib biz ikki qizgetning birisi bo'lsa, bu diniy sodiqlar unda millat xiyonat qilib, uni qilib, buni qilib deb go'yo fanniy sohadagi ziyolilar hech qanday xatolik o'tkazmagandek bir ong shakllanib qiliqlik. Mana bu bir adolatsizlik, tengsizlik. Amaliyotda bizning ko'nglimiz
ziyolilar sohasining mutlaq ko'p qismi tajovuzchi xizmat qilib kelaylik. Az qismi esa haqqoniy maydonda tururlik. İslami sahadekining mutlaq ko'p qismi haqqoniy maydonda tururlik. Az sandik esa tajovuzchi xizmat qilib kelaylik. Unda olgandan keyin biz mush nuqtani oydinlashtirib, islomiy sahadekilarga tarixni bir rahmat etib o'tib, biz az sondagi xatolar o'tkazilganlarni tuzishtirishimiz lozim. Bu fanniy sahadelik ziyoli qarindoshlar xizmat ishlab, senin asli vazifang bu tajovuzchiga moslashib, buning sepini birga xizmat qilish emas. Ma xalqning vataniga xizmat qilishing lozim. Deb bularni o'z vatani, o'z xalqiga, o'zining diniga xizmat qilgan masahaga kirish tashabbus qilishimiz, bularga da'vat qilishimiz lozim. Benim bu münasebetlerden oturup qilmoqchi bo'lgan fikrim bu kadar. Rahmat, Allah razı olsun. Mahsum kamda mesela deydi ki bularning so'zlayotgan so'zlama albatta Qur'oni Karimdagi oyat hadislarni so'zladi mesela bu modullar. Gaplarning mazmun jihatdan bir musulmon biz men o'tirib so'zlasak to'g'ri so'z. Mesela kimki bir begunoh insonni o'ldirsa, oyat bor mesela xuddi fakaannama qatalan nasa jami'a. Bütün insoniyatni o'ldirgandek bo'ldi. Birisininki qutqizib qolsa yoki o'lmay qolishiga sabab bo'lib qolsa, insonlarni qutqizgandek bo'ldi degandek. Bu to'g'ri gap emasanga buni elib ko'rib apriblam mushadiki begunoh xalqni o'ldirdi deb deyishlik. Xitoy xalqi vatanimizdagi normal puhra bo'lsa-mu Xitoy xalqi begunohmi? Uningga cheqilishga bo'lmamdi. O vatandagi gunohkor, vatandagi tajovuzchi faqatlam Xitoyning askar soqchilarimi yoki Xitoyning puhrasimi gunohkor, o'xshash tajovuzchi hisoblanamdi. Biz buni ilgirki Urumchi vaqasining kishilar Urumchi vaqasi bo'lgan kundan aytsam Abduqodir akam bilan suhbat o'tkazgan edik. U o'zining fikrlarini o'tirib qo'ydi, hammasining. Bizning Sharq Turkiston ziminda yashayotgan Xitoylar masalasi haqida Xitoyning hukmron sinf, mesela Xitoy Komünist Partiyasining markaz kanalidagi hukmron sinf bilan vatanda hokimiyat doirasida emas, boshqa sohada bir kishi yashayotgan Xitoylar. İkisi kelganda ikkisini o'tirdim, farqlantirish lozim. Hukmron sinf boshinoyatchi. Çünkü özlüba hukuk hakimiyetin payını Şarkı Türkistan halkının tamamen yok kılıştırına başlatkan birden bir kuşu uğraşkan. Bu asas düşman bu. En düş. Bizden vatan yaşavatkan baş Xitaylı çoğu. Xitay'nın şimdi özünün vatanı yaşavatkanları. O da biz Şarkı Türkistan halkının hiç şey yok. Her bir Xitay fukarası öz ülkede öz yurtu yaşayan olsa onun olan hazırlıkçı onu imana davet kılış. Dünya ahiretinin baxtiga erişip kalsın deb istash qilish mecburiyetimiz var. Ondan başka hesap kitap yok. Ama Xitoy hakimiyet sisteminin kanıtası da vatanga kelib o'rinlashgan Xitoy fuqarosi. Ana bu o'zining vatanini qo'yib qolib, mazmunga yashayotgan bo'lg'ashgan tajovuz qilib kirgan qatorida borda. Urushib kirmagan bo'lsa, hukmron sinfning tashabbusida kirgan bo'lgan ekan, tajovuz qilib kirganligini qatorida bular. Biz tajovuz kirdimi, kirmadimi desam, buni har qanday kirdi deydi-da. Chunki necha ming kilometr ustiga kelganlik bular. Bu tajovuz qilib kelganligini qatorida. Jinoyat jihatda uni barabarmi? Yo'q. Hukmron sinfning jinoyati boshqa, bu uningdan farqli. Bunun en yaxshi chora Xitoy xalqi hozir ma'lum bir turmush saviyasi yaxshilab o'zining yurtida yashaydigan bir holat shakllangan ekan, bizning vatan yashayotgan Xitoy xalqi rost o'zining tajovuzchi zo'ravon kuchning qatoridan bo'lishni, shuning sepidan o'rinishni rost xohlamasa, chekinib chiqib, xalqni bo'zaq qilmayli biz, xalqning zaminni egallab olmayli deb ziminni xalqiga tashlab berib, o'zining yurtiga qaytib ketib, o'z yurtida yashashi lozim. O'z yurtida. O'z yurtiga ketgan olmay, Xitoy hukumatini bilinmishadi biz. Hukumatlik turimiz desa, bu vaqtda tajovuzchining sepidan o'rin olgan bo'ladi ekan. Ana bu vaqtda tajovuzchi qilgan muomala kuchayib ketadi bular. Agar biz rost tajovuzchini, zo'ravonlikni, terrorchilikni xohlamasa,
teröristçi, təcavüzçilik qılayotgan Xitoy Kommunist Partiyasidan ayrılıp bular öz yurtiga ketib, öz yurtida tez özünün kasbini yaşaşı lazım. Şərq Türkistan xalqının bununla həpələşməydi zaten. Onun da üç yakışına acıtı yok. Ama bunu ketmey izçil moşizminde turup hükümet sınıfka kol çumak şolap şeyde yaşaytken bu tecavüz kırgışlığının katarı insandı deyik tecavüz kırgen boğandı eken. Yani bunun bir günah de deyişinin özün bu şer'i mi, akıl gibi doğru gelmeydiğin bir ki. Bir günah oluşun senin oylanğa basıp ki çıkılmay tuvasa günahsız mı o? Günah var mı yok mu? Sen vurursan, çanaysan, kulap şükürsen ki müminim de. Şimdi çıkılmay ki tuğallığının özlem bu bir cinayet. Eğer ola tecavüzçi, zoravan, kuşunun katarının, terörçünün katarının orun anmaz, aşının sepeti tumasıkta kalırsa, ras insan perver olup özünü de kayıp geçi lazım. Tuğallığının özlem ben bu zoravan, terörçülüğün bir septe digen buludum. Bunu degedi ki, Mehmet terörçü digen buludum. Vakti bulamam, şu katarda muamele güçaydı. Mesela işkirdeki özünün yurtta yaşayotganlar bilen mesela bizim işimiz yoktular. Cihadi hareket kılayotgan kardeşlerimiz şu yerde kılıqlıq. Manda hazır Xitoy bilan Şərqdə uruş var. Düşman kolu yetken yerde sizni uğandı eken, sizmin kolunuz yetken şunu urusuzda. Eğer Xitoy tamamen çekinip çıkıp hazır, çekinip çıkıp özünün vücudu yaşsa, özünün vücudu da bizden öten gibi dahili kılmay, arılaşmay, biz vakt çekilmayız ki. O vaktan Xitoy'nın iki ülkede ona karşı hareket ettir. Mesela Xitoy birinci kılıp bizden çekilip çıkışı lazım. İkinciden bizden bile uruş kılmaydıklarlığı bir girişim imzalansa o vaktan Şərq Türkistan halkının hiç kandak birisininken Xitoy'nın ülkeli başka hazırda hareketlerini ettirişi tamamen şer'en hata olğanmıdır. Olan tamamen çekilip çıkıp oturdu uruşmaydıklarlığa tez inak koymuş etkanға girişim imzalanğağa kadar bazı hareketlerinin bu dışı vakti darlı harip boğandayken, uruşla atkan düşman boğandayken o İslam'ın roy uygun boğan burada. Hakikaten ötkendimi sözlep ötüldü bu arada. Xitoyning puhrasi bizim vatanimizdeki Xitoyning shunday qomatini yuksaltib turayotgan, kuch berayotgan narsa shu puhrasi hujum qilish, o Xitoyni yildizi hujum qilganlar. Puhrasini u yerda turg'izolmaydigan qo'rqinch holat keltirish, u yerga yangidan kelinmasligi, Xitoyning nupus o'tkazish siyosatlarini cheklash uchun cho'qim puhrasi hujum qilinishi kerak degan narsalar o'tildimi? Mush fikriga qarata bir qarab beqish lozim. Menimcha o'g'andan bu hujum asosan bevosita sana zulm qilayotgan zo'ravonning o'ziga urishi lozim. Bevosita qilib zulm qilayotgan sahali aniqki shu sahalar. Asli hujumning obyekti ulu bo'lishi lozim. Shu jarayonni boshqadan bo'lib qolib qolsa, o qarshiliq hamda. Bo'lsan bevosita qo'l tiqib, bizni qamab, junavatgan, o'ltirayotgan, aynda qilgan buyruq qilayotgan organlar bor bu. Asli hujumning nishoni bo'lishi lozim. Ahirda shunday harakatlarni elib berish jarayonida hozir masalan bu harakatni elib borgan vaqtida qarindoshlarimiz o'zining mutlaq holatda o'lib ketganligini bilib turib, hatto to'rtin shu mashinadan tushmaylar, shu mashinani portlatgan vaqtida o'zini portlatgan. Bu bir shakldagi masalan islom dunyosining boshqa yerda bo'layotgan o'zini portlatishilqi intihor shahada nimasiga kirgan bu. Buningga savol chiqishi mumkin, shunday o'zini ölüşünü muhakkak bilgen halatda özünü partlatıp ya bomba tenap turib mesela partlatıp başka düşmanını öldürüş için özünü partlatışına ki hükümet nima o degandek. Bu mesele hakkında düşmanga tajovuzchiga zarb berib, tajovuz qilib kirgan o'rinni qo'llab chiqarish, shu tajovuzdan zirovalikni qutilish uchun mumkin qadar o'zining hayotini qo'g'dab qilib, o'z hayotini qo'g'dab turib, shuning qarta harakat qilib bordi. İslam dinining tashabbus qilib bu. Eğer özünün cindini teşmesen, onun zerbeğe bulmaydıkandaki ahvalda bulup kalsan, özünün cindini geçip olsun düşmenge zerbe versen, bunun yaman alkışınlık, şehitlerinin katarı dımırdı, hüküm kılınırlık. Nahit ki özünü saklap kılıp durup bu düşman
zarbaga o'tgan mandaq bir imkon turib, an o'zining hayotini saqlab qilishga behasdalik qilish bu to'g'ri emas. Ammo o'zining jonini kashmasan, dushmanga zarbaga bo'lmaydigan ahvolda bo'lib qolib qolsa, o vaqtning hech kishininki boshqa xilofiy qarash yo'q. Qisman o'lim may sulta, yani hokimiyatga vakillik qilgan o'lim deb atalgan shaxslardan boshqa ixtilof yo'q masala haqida uni qilish lozim bo'ladi. Allah razı olsun. Hürmetli Kerem Hakim ahırda özlerinin bir iki sözüne edip programını anlatırsak. Ahırda yine magipke kullan söz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala müminin nefsini cennet ile setip aldı. Neymi kılış? Allah'a iman keltiriş, cihat kılış. Allah'ın yoludu cihat kılış ile Allah müminlerin nefsini cennetin karşılığı setip aldı deydi. Onda oğandikin bu ayet kesasen Mahsum Hacim degende eğer aşında bir halet bolsa yani o adamdaki o yerde kılıçta bir canını saklaş imkanı yok müdafaa kılış cihette. Gözü görünüp durdu. Onda oğandaki bu cihette aşında iş bolsa cezmen bu yolluk oludu. Ondan başka mesela Filistin ve herkese meselelerini küsülme ölüm adamımızdaki cihlerindeki şu meselede cezmen şehit boluduğallığı. Onunki yani Peygamber Sam'niki mesela yedisleri var. Öz nefsini öldürüp almanlar, kimiki öz nefsini öldürüp alsa kıyamet küçülük yaşayın boludu diyen muşunda nemi var. Bu ölüm alırımız var. Bu hadis ne hemen göz aldığa ile yani muşunda bir zulüm. Müslümanların ki zeminini bir kafir besvagan olsa onu müdafaa kılış, kovdap çıkış aviyatı diğerimizde bu ferzdi. Onu icra kılış meselesi aşağında her xil usul olu demdi. İcra kılış cihette. Esi o cihat diyen iman buluş bir kan şart oğattı. Şunda turulğun o adamın üstündeki müş ferzini ada kılmen de kol yetkenge piçak olan bulandı, neyim bilen bulandı, ölüp yetişeceğim. Ölü demdi. Ve onun da başı aşağıda bozu mu? Bunu da neyim bolu dene? Şehit oldu diye demdi. Hem mesela ölüm alımız bunu da bir ittifak asası cihetten bunu da işkanda bir gümanlık bulmaydı kallığı. Hem şahadet boludu kallığı. Yüz cennetki kiridi kallığı. Bunu da ölüm alımızdaki sözler var. İnşallah bu mesele bir kadar nazik mesele olmadan diken onu bir etraflı oylaş gereken diş ders kılış gerek. İnşallah köptün köp rahmet, nayet yaxşı söhbet qıppada. İnşallah nayet yaxşı fikirlerini berdinler. Allah razı olsun. Hürmetli ihtiyozdur kögüşler, şuna qılıp bugün məxsus orunlaştırgan bu qıtımqı en ahırqı 22 may örümçi cihadi hareketi sebeplik Xitayning chekini aşkan şekilde dinimizni yani İslamni ve şunu vakillik qildigan alimlarni xalqning nazaridagi yani hech bo'lmasa so'zlab o'tdik ular har qancha dini dunyosi uchun kichikgina bir dunyo uchun kichikgina bir manfaati yoki huquqi bir jamiyatdagi bir narsani ayrilib qolmasligi uchun shu Xitoyningki talabiga Xitoyning besimlarga bosh ekkan holatda dinni burmilgan shaklda dinni tutqu qilgan holatda xalqimizni qaymoqtirish uchun Xitoyning elib berayotgan teşviqatıga qarşı bir program o'rlashtirib maxsus programni o'rlashtirdik. Yani programımızın xulasida nima chiqdi desak, haqiqatan hammadan aniq bo'ldi. Din, haqiqiy dinimizningki, islomimizning nimalarni talab qildiganligi, u harakat elib berayotgan jihodiy amaliyotlarni qilayotgan qarindoshlarimizning butkul shu issiq qon jon hamma narsadan kechgan holatda haqiqiy Alloh yo'lida jihad qilgan qarindoshlarimiz ekanligi albatta har bir vatanimizda yashayotgan, sirtda yashayotganlar va albatta biladi Xitoyninki qancha zulm qilayotganligini. Chunki butun axborotlardan hatto kofirlar Xitoylarninki qilayotgan boshqa dindagi musulmon emaslar Xitoylarning qilayotgan qilmishlarini ayblab turayotgan axborotlarni ko'rib turganligi uchun va vatanga nisbatan nurg'un narsalarni bilib turganligimiz uchun sirtda yashayotganlar albatta Xitoyninki haqsizligini biladi. Ama vatanimizning ichida yashayotganmi har qanday bir xalqimiz albatta diniy to'nga o'rnab turib chiqib bu yerda ularning qilayotgan ishlarini har qancha so'ksimi, ayiblasimi, nima qilgan bo'lsa, u vatanda yashayotgan har bir vijdonli kichikgina aqliga non yegan har qanday xalqimiz shu jihodiy harakatlarni elib berayotgan qarindoshlarimizning
haqiqatan to'g'ri ish qilayotganligini sirti diyanmasimi ham yuraklarida Allohga duo qilganligiga ishonchimiz komil. Ular haqiqatan to'g'ri yo'lda, hargizmi o mollalar, Xitoy mollalari deyotgandek qonunsiz dinga qarshi bo'lgan ish qilmadi, balki Alloh yo'lida o'zining jinni sarf qilib, tajovuzchilarga qarshi urush qildi. Ular Alloh ularga rahmat qilsin. Ulardan Allohning ularga katta rahmat ato qilishini va ularning ajridan ham bizni mahrum qilmasligini chin qalbimizdan Allohdan tilaymiz. Ahirda Kerem Qarim degandek, biz mu'minlar albatta Allah burun canlarımızda Allah subhanahu ve taala bizden setip eli ve lixliq. İnnallâhe iştara minel mu'minine enfusahum bi enne lehumul cennet. Hakikaten Allah mu'minlerden ulanın canlarını, ulağı cennetini beriş bedeliga setip aldı dedi Allah subhanahu ve taala. Allah burun setip, biz setip buluqluq, bu soğudu pütüp buluqluq. Biz bu cennet qaysi yolda bilişimiz gerek. Qaysi yolda sarf qilishimizni bilish bizga, bunu icra qilish xuddi abay degandek, farz ayin bu bo'ldi, gadanga tushib bo'ldi. Xuddi peshin namoz vaqti kirib bo'ldi. Asrgacha vaqtimiz bor. Bunu ado qilish eng oxirgi vaqti chiqib ketkichi degandek, jihad farz bo'ldi. Bunu qachon icra qilish, amaliy icra qilish bizga qiliqli har bir musulmonga qiliqli qadrli qarindoshlar. Demak, Allohga jinimizni setib bo'ldik, so'di pütib bo'ldi. Taslim qilish, qaysi yo'lda, qaysi shaklda taslim qilish bizga qilib qoldi. Alloh subhanahu va taolo har bir qarindoshlarimizni, har birimizni o'zi rozi bo'lgan yo'lda, o'zi rozi bo'lgan shaklda jonlarimizni taslim qilishga Alloh nasib qilishini so'raymiz va jihad elib berayotgan bu kurash, bu buyuk muqaddas hareketlarni elib berayotgan qarindoshlarimizni texnik jasorat, texnik kuch ato qilishini ve düşmanlarning hiyla-nayranlardan qutulishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Yana bir qatimgi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İlahiy tecelli qilgan bir muhitni barpo qilish orqali dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishimiz lozim demakchi. Cihat ve niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştan ibaret hakkani görüşün uzun yakacak aldı.